Assalomu alaykum. Dekabrist guli haqida ma'lumot. Ikkinchi qism. Dekabrist guli nimaga gullamaydi yoki bo'lmasam nima sababdan g'unchalarini to'kaveradi? Shu kabi savollarga javob topamiz. Dekabrist guli juda ham sezuvchan gul hisoblanadi. Shu sababli ham uni gullayotgan paytida yoki bo'lmasam endigina g'unchalarini ochgan paytida hech qachon joyini o'zgartirmasligimiz kerak. Hattoki tuvagini aylantirmasligimiz ham kerak. Bu uni gulini to'kaverishga yoki bo'lmasam g'unchalarini to'kaverishga olib keladi. Keyingi muammomiz bu azotli o'g'itlar ko'p berilishi. Dekabrist guliga azotli o'g'itlarni kam berishimiz kerak. Buning o'rniga kul aralashtirilgan suv yoki bo'lmasam banan po'stlog'i, tuxum po'stlog'i evitilgan suvi berishimiz kerak hisoblanadi. Keyingi muammo, dekabrist guli quyoshni talab qilmaydigan gullar sifatiga kiradi. Shu sababli ham quyoshning to'g'ridan-to'g'ri nuridan saqlashimiz kerak hisoblanadi. Va bizga eng normal temperatura bu 16 dan 20 gacha. Gullaydigan paytida yoki bo'lmasam sovuq tushgan paytda esa 14 dan 16 gacha bo'lgan temperatura eng normal hisoblanadi. Va shu bilan birgalikda biz hech qachon nafaqat dekabrist guliga, balki boshqa gul turlariga ham yangi o'g'it solmasligimiz kerak. Ya'niki parrandalari yoki bo'lmasam chorva mollarini yangi axlatini hech qachon gullarga bermasligimiz kerak. Assalomu alaykum. Dekabrist guli haqida ma'lumot. Ikkinchi qism. Dekabrist guli nimaga gullamaydi yoki bo'lmasam nima sababdan g'unchalarini to'kaveradi? Shu kabi savollarga javob topamiz. Dekabrist guli juda ham sezuvchan gul hisoblanadi. Shu sababli ham uni gullayotgan paytida yoki bo'lmasam endigina g'unchalarini ochgan paytida hech qachon joyini o'zgartirmasligimiz kerak. Hattoki tuvagini aylantirmasligimiz ham kerak. Bu uni gulini to'kaverishga yoki bo'lmasam g'unchalarini to'kaverishga olib keladi. Keyingi muammomiz bu azotli o'g'itlar ko'p berilishi. Dekabrist guliga azotli o'g'itlarni kam berishimiz kerak. Buning o'rniga kul aralashtirilgan suv yoki bo'lmasam banan po'stlog'i, tuxum po'stlog'i evitilgan suvi berishimiz kerak hisoblanadi. Keyingi muammo, dekabrist guli quyoshni talab qilmaydigan gullar sifatiga kiradi. Shu sababli ham quyoshning to'g'ridan-to'g'ri nuridan saqlashimiz kerak hisoblanadi. Va bizga eng normal temperatura bu 16 dan 20 gacha. Gullaydigan paytida yoki bo'lmasam sovuq tushgan paytda esa 14 dan 16 gacha bo'lgan temperatura eng normal hisoblanadi. Va shu bilan birgalikda biz hech qachon nafaqat dekabrist guliga, balki boshqa gul turlariga ham yangi o'g'it solmasligimiz kerak.